Bugun tahlil qilamiz. Bolani tashlavardi. Mushukni ko'rib qolib, bola shunaqa tez tushib ketayotganda yugurib borib ushlamoqchi edi, qushiniga tushdi. Qushinidan ololmadi. Chiqdi qoyil. Oldi. Uyiga olib ketdi. Yaxshi mushuk ekanda. Doktorxonaga olib ketdi. Bolaga qaranglar deb doktorlar qarayapti. Bilan qarab chiqdi. Yaxshi. Mehr muhabbat. Keyin telefon qildi. Kim militsiyaga telefon qildi. Tez topila onasini, otasini men bilaman dedi. Ana shu yerda yashashadi ular. Ishdan o't vaqti dedi. Keyin borib ikkalasini urishadi. Shu bilan hammasi rahmat deb aytib ketdi. Rahmat deb ham qaytib ketdi. Xo'sh, buni dedi endi kuchuklar ekan. Kuchuklar tepadan pastga tushib ketdi. Ikki ota-onasi o'ldi. Bola yig'lab qolib ketdi. Hech kim unga qaramadi. U tog'da qolib ketdi. Buni ham mushuk topib oldi. Bu mushuk yaxshi mushuk ekan. Bo'ldi, yig'lama bolam deb olib qoldi. O'zi bilan olib ketib uyga olib ketdi. Go'sht pishirib beryapti. Mehribonlik qilib. Hamma narsasi bor ekan. Mazza qilib ovqatlanishadi. Cho'miltiryapti. Mazada bo'yitgan. Ota-onasini sog'inib yotibdi. Mushuk esa endi ip qarar ekanman. Endi men ip boqaman deb ketdi. Tarab kelasi maktabga ketyapti. Maktabga berib, menimcha uni tashlab ketyapti. Endi bu yoqda ota-ona bolasiga qaramaydi. Suvga qarab ketyapti. Shuncha odam bo'lib turib, bitta bolaga qaramadi. Shu paytda to'fon boshlandi. To'fon shu paytda boshlandi. Mana ota-onasi bilan qayib turibdi. Bolam qani endi qidirayotgani yo'q. Hamma qochyapti. To'fonda hamma qochsa ham bolaga yaxshi ham qaramayapti. Qizig'i bilan hali ham turishibdi yig'lab. Shunda ham mushuk yugurib borib olyapti bolani. Bobosi ham suzishib bilar ekan. Yaxshi mushuk ekan. Mana qutqarib oldi. Hamma o'lgan, lekin bola tirik. Ajoyib. Bolani qutqardi. Yaxshi ekan. Ovqat olib ketyapti. Qonun to'yg'izib, bolaga qarab.